Obunachilar, mana Fransiyadan mehmonlarimiz kelibdi. My name is ana Hindistondan ham mehmonlar kelibdi. Saroyda yurishimiz davom etyapti. Hozirda biz naqshkor, o'ymakor turli mana bunaqa aravalarni ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz YouTube kanali obunachilarimiz hamda YouTube foydalanuvchilari. Biz hozirda Shahrixondan Qo'qonga safar uyushtirganmiz. Hozirda biz Bo'ston tumaniga yetib keldik. Mana masjid ko'rinishi. Yo'lda davom etmoqdamiz. Bu sizlarga ko'rinib turgan bu joy 44 posti, ya'ni Andijondan Farg'onaga o'tish posti hisoblanadi. Hozir mana Yazyovonga keldik. Bilmaganlar uchun ma'lumot, chorshanba Yazyovonda bozor bo'ladi. Yazyovon ko'rigidan o'tib yo'limizda davom etmoqdamiz. Buvaydo tumaniga xush kelibsiz degan joyda ekanmiz mana. Qo'qon shahriga ham kirib kelib qoldik mana. Bizning manzilimiz Said Muhammad Xudoyorxon manzili hisoblanadi. Ya'ni o'sha yer saroyga, muzeyga tashrif buyuramiz. Bizni kuzatib boringlar. Obunachilar, YouTube kanali foydalanuvchilari albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Manfaatli videolar joylab boriladi hamda layklarni bosib ketishingizni so'rab qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qiziq videolar hali oldinda. Uchko'prik dehqon bozorida mana manzilimizga ham oz qoldi. Hademay yetib boramiz. Yo'lda davom etyapmiz. Mana Qo'qonga ham yetib keldik. Mana o'sha saroyda tashqi manzaralari bu yerlar. Mana har xil ko'chalar, ko'rinishlar. Juda ham atrof chiroyli ekan. Mana Qo'qondagi Amir Olimxon muzeyiga kirib ketyapmiz. Obunachilar, mana Fransiyadan mehmonlarimiz kelibdi. My name is Doston. What is your name? Jean-François. And François. Oh, very good. I'd like to take a picture of him with all the group. Nuriddin yana nimalar so'rasak bo'ladi? Samarqandda bo'lganmisan, Buxoroda bo'lganmisan deychi? Yo'q. Sana bora eski kelyaptimi? Samarqand, Buxoro, Toshkentlarda bo'lganmisan deylar. We went to Khiva. Yes. Khiva, To Buxoro, Samarkand. Then Fergana Valley, Fergana viloyati. Margilan, Margilan. and Kokand. And we will be in Tashkent tonight. Bizda nima deydi? We Andijan. Babur, знаешь? Zahiriddin Muhammad. Babur, знаешь? Babur. Hindiston, Babur. Okay. Keyin, hop, necha kun bo'ldi kelishganingga deychi? Hozir men tushuntirib boraman, ama bilmasam. Men ruscha gapirib boring deylar. Сколько дня здесь будет уран? По-русски знаете или нет? Нет, только английский, да? Aha. Inglizcha. Necha kun bo'ldi kelganinglarga? Eiffel, Fransiya. Bravo. Yana nimalar qiziqtiradi yana? O'quvchilarga nima tavsiyalar berasiz biz yoshlarga deng? Nima ish qilishasan deng?
Ularda nima ish qilishar ekan bular? Kasbi nima ekan? What's your job? I'm working in a museum. Nima ekan? Nima qo'shiq aytishar ekan. Ha, muzikant-da. Muzika. No, Museum. Museum. Muzey. Ya, muzey. Ha, ha, ha. Muzey. Ha, job muzey. Все, понятно. Tushunarli. Fransia's museum is beautiful. Yes, very beautiful museum. Maybe you know Asli bu yoqlarda ham deyapti, endi Musée du o'quvchilarda ham. Le Louvre. the Louvre. Mhm. It's very interesting. Yeah. Endi suhbat uchun rahmat deb qo'yaylik. Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a good day. Bye. Bye bye. Bye. Fransiya, O'zbekiston. Yes. Bye bye. Ana Hindistondan ham mehmonlar kelibdi. Very good, What's India. your job? What's your job? What's my job? O'zbekiston go'zal-da. Very interesting question. What's my job? That, I'm yes. an engineer. Engineer is very Inshallah, even you will become engineer, doctor, computer. Да, доктор тоже India. Yeah, good. Номер number 1. Yeah. In Taj Mahal. Rajasthan, there are students studying in medicine. So many Indians studying here medical. U нас тоже есть. Bizda ham hindistonliklar ko'p o'qiydi-da Andijonda. Very Bizda beautiful. Nuriddin, bizda ham Andijonda hindlar ko'p o'qiydi tibbiyot sohasida. Men ruscha gapirib boryapman. Engineer is interesting. Gozal. You must come to Go'zal. Taj Mahal. Beautiful. Very beautiful. Come to India. Красивый. Aha. In Taj Mahal. Taj Mahal. 400 years. Made. Till now, nothing coming out. Taj Mahal. Beautiful. Taj Mahal beautiful or This is beautiful here, Taj Mahal beautiful there. Okay? Thank you very much. For this, Alhamdulillah. Thank you. Okay. Thank you. You are good in your own way, you are good. You compare no. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz ayni daqiqalarda Qo'qon shahriga kelganmiz. Hozirda biz Said Muhammad Xudoyorxon muzeyidamiz, ya'ni saroyiga tashrif buyurganmiz. Sizlarga hozir bu yerda bir to'liq obzor qilib ma'lumotlar berib boramiz. Aha, Qo'qon shamoli filmida ham kelgan ekan. Mana Amroxonni muzeyiga, ya'ni saroyiga keldik. Hozir sizlarni tanishtirib chiqamiz. Qo'ldan keyin ma'lumotlarni olib. Mana biz hozirda o'sha davrda ishlangan va undan oldin keltirilgan har xil buyumlar xonasiga kirdik. Mana shu ikkovi narsa Yaponiyadan keltirilgan ekan. Said Muhammad Xudoyorxondan oldi. Mana binoning keyingi etapiga o'tdik. Mana bu yerda har kuni turizm ko'pchilik kelar ekan. Mana o'sha davrdan bu yerda saqlanib kelayotgan narsalarni ko'rsatiladi. Hozirda mana birin-ketinlik bilan hamma xonalarni ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni Said Muhammad Xudoyorxonni boshqa hozir xonalarni ham bir ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana binoning keyingi qismiga ham o'tdik. Hozir bu yerlarni ham sizlarga tanishtirib o'tamiz. Saroyda yurishimiz davom etyapti. Hozirda biz naqshkor, o'ymakor, turli xil ishlarni qiladigan Inomjon tog'ani oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Inom tog'a, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bir faoliyatingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz.
Nimalar qilinadi endi bu yerda? Masalan, mana shu muzeyda restavrator rostdan bo'lib ishlayman. Asosan ko'pincha mana shunaqangi men buyumlarni ta'mirlash bilan shug'ullanaman. Muzeyga nimalari bo'lgan, eksponatlarda. Lekin ko'p ba'zi vaqtlarda kelgan mehmonlar uchun, o'quvchilar uchun mahorat darsini o'tab turaman. Masalan, kandikorlik, o'zim kandikor usta bo'lganim uchun mana kandikorlik ishlarini olib boryapman. Mana hozir bolalar ham keldi-ku. Ular ham kelib ko'rishdi kandikorlikda. Bu kandikorlik san'ati qadimgi san'atda bu. Oldingi san'at, xudo xonadonda. Masalan, mana shu patnis ham eski patnis. Bizni xonadonlarda non qo'yilgan patnis bo'lgan. Hozir menga sakkiz qalinga o'xshab ko'rinyapti, o'zi yupqagina. Mana bu yerga yozib qo'ygan mana 1997-yil sohibi Umarqul degan odamniki ekan. Bu qadimgi patnis. Mana shu patnisga mana gul solyapman, naqsh solyapman. Fantaziya qilib. Keyin bularni naqsh solgandan keyin uni yaxshilab yuvib, mana oqlangan patnisda oqlangan joylarini artib tashlab yuvib qo'ysam, qip-qizil nima bo'ladi? Eksport qilib qo'yishim mumkin, har doim sotishim mumkin. Bo'ldi. Kimdir lekin mana shu kandikorlik hunari bo'yicha bo'yicha kelgan bolalar tanishadi. Chunki bir vaqtlar o'sha xonlik davrlaridan ham oldin ham undan keyin ham kandikorlik ishlari nihoyatda rivoj topgan nima bo'lgan. Chunki xonadonlarimizda hammamizni uyimizda sariqmisdan, qizilmisdan buyumlar, uy ro'zg'or buyumlari shunday asosan shu materiallardan bo'lganda. Hammani xonadonida shundan bo'lgan. Hamma idishlar, stavolar mana shunaqa misdan latundan bo'lgan. Keyin ba'zilarnikida mana shu naqshli bo'lgan. Xonadonda nimasini ko'tarishiga qarab turibdi. O'shaning uchun kandikorlik san'ati ham nihoyatda rivoj topib cho'qqisiga chiqqan vaqt bo'lgan o'sha vaqtlar. Bu hunarni men yoshlik paytimda maktabda o'qigan vaqtda o'rganman. Mana hozir yigitlardan, o'quvchilardan so'radim, 8-sinf bolalar ekan. Men как раз 6-sinfdan 6-7-8-sinfgacha o'qiganman. Mana shu naqshda Xudo'garayda. Keyin usta olamdan o'tib qolishgan 73 yoshlarda, 75 yoshlarda. Keyin mana shu oqibatida, men Benkovga kirdim, rassom bo'lib ishladim 15 yil. Undan keyin zamon o'zgargandan keyin boshqa nima qilib, mana 10 yildan beri mana shu muzeyda restavrator rassom bo'lib ishlayman. Lekin mana shu hunarda kelgan nimalarga, turistlarga, nimalarga qiziqishlar bo'ladi, ko'rsatib o'tiraman. Bu o'zingizni kolleksiyangiz-a? Ha, bu naqshlar, hamma patnislar, nimalar hammasi meni. Bo'ldi, hozir bir ko'ramiz-a, mashlarni ham bir olib kelavering. Bularimiz endi narx-navolari qanaqa endi? Inomjon tog'a, mana katta mana Said Muhammad Xudoyorxon nomiga qilinibdi-yu, juda chiroyli chiqdi. Narx-navolari qanaqa endi? Bunga ko'p mehnat sarflangani uchun bu narx sal nimaroq. Yo'q, aytaveramiz endi. 3 million narxdan ortiqroq. Mana ular 1,5 million, 1 milliondan. 1 million. Chunki materiallarni o'zi ham hozir nihoyatda baland materialni o'zi ham. Qo'l mehnati ham endi qancha vaqtda tayyorlangan endi? Mana shunga 1,5 oydan ortiq vaqt ketgan. Menga 1,5 oy vaqt, hazil ekan vaqt emas. Ancha vaqt ketgan. Mana ularga mana ancha materiallar haqi, mana bu mehnyor. Mana men pastda turgani bronza. Bular hammasi latun, bular ham 100 yil oldingi revolyutsiyadan oldin va keyin To'la shahardan o'sha savdogarlar vaqtida olib kelingan patnislar. Bular hammasi o'sha yillargacha borda turibdi, men qoldirib qo'yganman. Lekin eslab bo'lib qoladi. Bitta Qo'qondagi madrasalarda nimasini tasvirni kiritilgan. Tasviri kiritilgan-ni. O'rtadagi nima? O'rtadagi xatida darvozaxonaga kirishdagi xat yozilgan tepaga buni. O'qiyotgan bo'lsangiz, bugun mulk kimnikidir, o'shimi? Yagona va har ishga qodir Allohnikidir deydi. Bu Qur'ondan oyat bu. Pastdagisiga Said Muhammad Xudoyorxonning oliy arkiga yozib qo'ygan. Bir tarafiga, o'rta tarafiga yozilgan. O'shaning uchun xatni yozib, nima qildirib qo'yganman. Kichkinagina narsaga juda ham katta ma'lumotlar sig'dirgan ekansiz-da. Bu o'sha vaqtda saqlanib qolgan, ba'zilari saqlanib qolgan. Mana hozirgi nima turibdi, mana buchida aylandi degan. 3 ta darvozani qo'yib qo'yganman. Oldin o'rda mana shu bog'ni o'zi bitta o'ram bo'lgan. Birinchi o'ram boshida. Keyin o'rtada yana bitta o'ram bo'lgan, bu uchinchisi. Buni ham hozir yarmini boqib qo'shib yuborishgan. Maketni ko'rgan bo'lsangiz, maketni nihoyatda katta, 50 sotigini boqib qo'shib yuborildi. Shunaqangi o'ram bo'lgan 3 ta. Inomjon tog'a, rahmat. Salomat bo'linglar, ha? Botirjon qochib keldi.
Qo'qon xonligini mana zabt qilinish xaritasi ekan. Hamda bu yerda har xil musulmonlar qadimiy bu kitoblar menimcha o'sha davrdan to hozirgacha saqlanib qolgan kitoblar bo'lsa kerak. Obunachilar, biz Said Muhammad Xudoyorxonni saroyidamiz hozirda. Yana mana bunaqa aravalarni ko'rishingiz mumkin. O'sha davrdan to hozirgacha saqlanib kelyapti. Mana bunisini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana zamonaviyroqlari ham bor ekan yana. Yana bir boshqa narsalar bo'lsa, sizlarga bir ko'rsatib, tanishtirib chiqamiz. Saroyda yana bir xonasiga kirdik. Ajoyib xonalardan biri ekan mana. O'sha vaqtdagi kiyimlar bilan adashmasam, kitoblar. Mana bu yerda binoni bir ko'rinishi shekli bu ham. Eshon bobo hammomi bitta. Bu madrasa ekan bunisi mana. Sulton Murodbek madrasasi maketi. Mana keyingi xonalarga kirib ketyapmiz. Bu yerda ham turli narsalar bor ekan. Kiyimlar. Mana bular. Bo'limi. O'sha davrlardagi toshlar, mana xaritalar. Mana yana bitta bo'limga keldik. Bu yerda mana Musa akamiz naqshli qahramonlar chizib berar ekan. Mana endi saroyda muzey